Navbatdagi bemorimiz 7 oylik qizimiz. Quymishlari ikki tomonlama tug'ma son chiqig'i, chap tomoni visokiy chiqiq, kirisha rivojlanmaganda quymishlarida skladkalar ikki xil bo'lgan, chap oyoqlari kalta bo'lgan, shikoyat qilishdi, rentgen kelishgan, rentgen qilganimizda quymishlarida shunaqa chap tomonlama visokiy yo'q chiqig'i aniqladikda, bemorimizni pastda ambulator sharoitida yopiq usulda, shepton usulda gips joyiga solib, gips qo'ydik. Quymishlari joy-joyiga tushdi. Juda chiroyli bo'ldi. Ota-onasi ham xursand, o'zimiz ham xursand bo'ldik. Endi ertani tug'ma son chiqig'ini qancha erta aniqlasangiz, shuncha asorati kamroq bo'ladi. Asorati kamroq bo'lishiga sabab mana yurib qolgandan keyin bemorlarimiz, bolalar yurib qolgandan keyin, oqsab yurib qolgandan keyin buni solishimiz juda qiyin bo'ladi. Narkozda solishga to'g'ri keladi. Ili yana hozir yana bitta bemorimiz yotib kelishgan, 3 yashar bola, o'zi shunaqa qilib yurib qolib e'tibor berishmaganda ularni ochiq usulda solishga to'g'ri kelyapti. Ochib, joyiga solib, temir qo'yib, plastinka shurublar shunaqa ish ko'p. Shuning uchun qancha kerak bolalarimizni raddomda ortoped ko'ruvi, 2 oyligida, 6 oyligida hatto bir marta ortoped ko'ruvi shubha qilinsa, quymishlarini bir marta rentgen qilib ko'rib qo'yganimiz ma'qulroq. Mana bularda ham ishlari oson ko'chdi. Erta kunda aniqladikda, ambulator sharoitida bir pasda shepton usulida gips qo'ydik, joy-joyiga tushdi hamma yo'g'i. 2 oy, 2 oyda 4 oy shepton usulida gips qo'yiladi. 4 oydan keyin 1-2 oy, 4 oy u ham holatlariga qarab turib, bolani olib ketishiga qarab turib shina Vilinskiy qo'yamizda. Ana o'sha etap bilan bolalarimiz уже yurib qolgungacha quymichi tuzaladi. Ana o'shandan keyin yurib ketaveradi. Tushundingizmi? Shuning uchun ota-onalarga iltimos, bolalaringni raddomda ortoped ko'rsa, 2 oylikda bir ortoped ko'rsin, 6 oylikda ortoped ko'rsin, yurganda bir ortoped ko'ruvi qilib qo'yinglar. Hech narsa yo'qotmaysizlar.